Hammacığım. Mana hozir mana shu qudamni yozishganlarini nima qilyapman-da, eshityapman. 10-chislokini, 11-chislokini yozgan. Ozi zapis jo'natgan. Короче, mana deydi, daftarda ko'rib 11-chislokini qudam Inchonda yashaydi, men Pyontexda. Men Sherzodni olib borganman. Daftar meni qo'limga beryapti. Daftarda. Ama uni avazbega aytyapman, mana shunaqa nimasi bor ekan. Nozmani shuna nima daftari bor ekan, politsiyaga qo'yib ketibdi deb aytdimki, avazbekniki, dedi, bu omonatini onasiga ko'rsatishimiz kerak, telefon qiling dedi, qildik. Qilganimizdan keyin onasi aytyapti, nima qilaylik buni? Men politsiyadan so'radim birinchi. Bunga dedim, jazo yo'qmi sanlarda deb jahlim chiqib gaplashdim. Lekin bizda bor deb aytdim. Keyin Sherzod ham eshitibdi, Avazbek ham keyin Avazbek bilan turib gaplashishdida, men Allohga soldim, u dunyoda javobini beradi. Agar qizimni shunday nima qilgan bo'lsa, u dunyoda mana shu daftar uchun javob beradi. Lekin men uni qilaman. Avazbek, buni o'zingizda qolaversin, siz o'zingiz olib qolavering. Buni hech kimga aytmang. Anu bo'lib ketadi. O'zingizda tursin daftar. Hech kimga aytmanglar, hech kim bilmasin deb shu kuni shunaqa dedi. Uni o'sha kuni keyin nimaga yozyapti? Sitoraga 11-kuni yozyapti, chunki Sitora kelmagan-ku. 11-kuni o'sha nima video olgan-ku, nima? Avazbek. Men o'sha kuni ham o'sha deydimi? 11-kuni Sitora kelmagan Inchondan, Pyontexga kelmagan. Pyontexdan Inchongacha 1 soatlik yo'l. Sitoraga o'sha kuni yozib turib, nima deyapti-da? Shunaqa, короче, men daftarda xatini o'qidim, ko'rdim. Siz Farida ham bilmasin, Avazbek ham bilmasin. Aytmang sizga aytganimni. Bular nimanidir yashiryapti. Hali O'zbekistonga bolam tinchgina kelib olsin. Men bularni bomba qilaman deb zapis jo'natgan ekan. Hozir eshitdim mana. Ha, o'zi ona shunday dedi-ku, aytmang deb Avazbekga o'ziga aytdi. Avazbekga aytdiki, daftar o'zingizda tursin dedi-ku. Nimaga bunaqa qilib buni siz nimaga Sitoraga boshqacha gap gapiryapti-da? Bizga umuman boshqacha gapni gapir. Aytmanglar, hech kim bilmasin. O'shunaqa gapiryapti. Nimaga bunaqa ikki xil gapirib, bomba qilaman hali bolam. Boshida yozgan, nima bolamni ekspertiza yana qilishmasin. Tezroq jo'natib beringlar. Tezroq jo'natib beringlar, qolib ketadi bolam. Avazbekga yaxshi gapirib turaveraman. Mayli, Avazbek bilan tortishmayman degan gaplari ham bor ekan. Men tugadimmi ishing? Nima qilasan gapirib? Nima tugadi? Tuhmat qilib yotibdi. Mana zapislari turibdi-da. Men shuncha vaqt eshityapsizlarmi ovozimni? Shuncha vaqt indamagandim. Ha, gapiravering opa. Eshityapmiz Farida opa. Men shokdaman, tavba. Shunaqa gaplarda gapirgan. Bolam ekspertiza qilinmasin, yana qilinsa qolib ketadimi bolam degan zapislarigacha turibdi. Voy harom. Opa tashir ekansiz. Ana zam qo'yityaptilar. Farida opa eshityapsizmi? Keyin morgda men o'zimni Farida opa. telefonimga olganman, eshitinglar, telefonimga olganman. Ha. Sizni telefoningizda olganman, a? Olmay degansa olganman men. Olish ruxsat bermagan, chunki morgda rasmga, videoga olish mumkin emas deb qilgan. Bu video qilgan ekan, ekran zapis qilgan ekan, onasiga telefon qilganda. Конечно qilaman, mana shunaqa iflosligini bilib turganman-da. Qilgan, hamma yo'q turibdi. Hamma yo'q turibdi. Hali hech kim ko'rsin ham yo'q. Hali hech kimga tashlab, men hozir shunga rosa hozir yig'lab, siz nimaga shuncha tuhmatga qolib ketishimizga indamay turdingiz? Hamma yo'q telefoningizda turgan ekan-ku. Boshda shuni shunaqa shu qilishib tashlaganda chiqarsangiz bo'lmasmidi shu narsalarni? Joyi jannatda bo'lsin deganim sari yopilsin shu ish deganman. Gap ko'paymasin deb. Nima kerak o'lgan odamni kovlash deganman. O'lgan odam unga kerak bo'lmasa onaga. Men hech narsadan xabarim yo'q. Men uni omonati bor ekan, Avazbek, men uni nima omonatini onasiga ko'rsataylik desam, opa ko'rsatish kerak, omonati bu deb telefon qiling dedi, telefon qildik. O'shanda onasiga varaqlab ko'rsatdik. Keyin o'zi aytayapti, Xudoga soldim,
man-ku buni dedi hech kim bilmasin dedi o'zi. O'sha daftarni. Avazbek sizda turib tursin, bolam keyin jo'natib yuborasiz, bolam yetib kelgandan keyin jo'natib yuborasiz dedi. Menga aytdi, hech kimga aytmaydi, sizga aytishim. Keyin Sitora opaga nima qilib turib, ovozli zapis jo'natgan ekan 11-chisloda. Hozir ochilsa, hamma narsa ochilib yana problema boshidan boshlanadi, xudo. Yo'q. Indamay o'tirdim, men chiqarsa. Man tugadim, bunaqa tuhmatiga chidamayman. Hamma yo'q. Xudo ursin. Man zapis qilishni bilmayman. Qayerga borsam zapis qilmayman. Xudo Qisillab qo'yaylikmi? Anaqa nimaga qizillab qo'ydinglar, gapiryotgandilar-ku, eshityotgandik biza ham.